Hamma video bor. Bagajni ochdim mana. Hamma kamera bor. Ozgina vaqtim moli. Jo'raboyev va yo'lovchi ayol o'rtasida chiqqan mojaro kattalashib ketdi va haydovchi yo'lovchining yaqinlari tomonidan kaltaklandi. Ishdan oldin ular sal asabda bo'lganda yuklar bor edi. O'zim ortib, o'z yuk ortmasdan, yuk ortadigan mashina emas, yuklarni ortib anaqa qildim. Yo'lovchi ayol mindi. Ayolning farzandi bor edi. Keyin olib ketayotganda telefonda baqir-chaqir qilib urishib yotdi kimlarnidir. Keyin asabda ekandim, bolasi tepib tashladi. Sidinani tepib tashladi. Keyin men aytdim, bolasiga qarang, ogohlantirdim. Bolasiga qarang, tepib tashladi sidinani. Eshiklarni ochib tashladi. Eshiklarning yoniga borib turib anaqa tashladi. Oynalarni ochib yubordi. U bola tushib ketib qolsa mendan ayb, taksida bo'ladi-yu ayb. Sho'pirda bo'ladi. Keyin ogohlantirdim yana. Keyin unga ham qaramayaptilar. Keyin qo'pol muomalada bo'lib, anaqa qilganlardan keyin chekkaga to'xtatdim-da. Tushing mashinadan. Boshqa taksi chaqira qoling. Desam, hozir ukalarimni chaqiraman. Masalani hal qiladi, mashinani qo'ydi. Mashinada o'tirdim. 1-2 kelaman deganda aytdim o'shanga. Aytsam, urib ketyapti. Mashinadan tushganim yo'q. Tushmadi. Keyin tortib tushirib, telefonimni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Videolarni o'chirmoqchi bo'ldi. Olib qo'ymoqchi bo'lishdi. Telefonlarim yerlarga tushib ketdi. Bor. U bilan tortishib ketib qoldi. Keyin mashina zavat bo'lib turganda, keyin mashinada ham urishdi-da. Mashinada urganda, mashina nada turgan. Nos turarganda, daga urilib ketib qoldi. Bilan oldinga urilib ketdi. Ano stressda bo'lganim uchun bilmay qoldim nima bo'lganini. Kelishyapti, narigi blogerlar ham kelyapti-da, bosim o'tkazishyapti. Kelishyapti, tuplashyapti-da, mashinaga musor tashib ketishyapti. U ayol ukalar kelgandan keyin menga aytayapti, tuhmat qilyapti. Jinsiy aloqada bo'lasan, sen pirlagat qilgansan menga deb tuhmat qilib tashyapti. Lekin menda asos bor. Lekin nimaga o'zida gapirmagan gapimni men videolarga qilib obro'sizlantirib, men videomni chiqaryapti. Lekin menda videosi bor-ku uni. Nima gap so'z bo'lgan mashinaning ichida. Qo'lida farzandi ham bor edi. Qo'lida farzand. Qanaqasiga u odamga men shilqimlik qilishim mumkin? Ikkita bolasi bor. Yana o'zimni opamdan ham katta odamga qanaqasiga men bolasi bor yana. Bunaqa gaplar bo'lgani yo'q. Menga shunaqa tuhmatlar qilishyapti hozir.